Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Barchaga xayrli kun. Og'alar, Bek Marketni hamma bilsa kerak. Bek Marketda hozir skidga ketib turibdi. Kola fantada, kolbasalarda nagi xarajat bo'lsa, skidga aksiyada ketib turibdi. Bek Market obunachilari uchun hamma vaqt skidga narxlarimiz bor. Tanishtirib o'tamiz. Mevalarimiz o'rtoqlar. Hammasi toza kelgan mevalar. Kolbasalarimiz hammasi toza. Kolbasalar hammasi senalarni geliştirip belirledi. Skidga bek obunachilar uchun skidga bog' o'rtoqlar. Kelib bemalol xarid etib ketaverasizlar. Yangi yil xarajatini sho'rdan bitirib ketsanglar ham bo'ladi o'rtoqlar. Hamma narsasi sho'da. Barcha narsa ichida bor. Kola deysizmi, fanta deysizmi, yog' deysizmi, ko'mir deysizmi shashlik uchun o'rtoqlar. Ko'mirlarimiz ham bor. Suvlarni har xil assortimenti bor keyin. Aziz o'rtoqlar, yangi tam dedi-ku, yangi tam. Toshkentdan promo kelib turibdi o'rtoqlar. Banishlarimiz har xil meva assortimentlari bor. Bemalol xarid etaverasizlar. Blok desangizlar blok, 100 blok kola, 100 blok Sprite, 100 blok Fanta keldi o'rtoqlar. Hammasi skidga narxda. Bek Market bu yil aksiya qo'ydi. Shu yangi yilda xalqimiz haz etib arzon narxda sotib olish uchun. Hammasini skidga o'rtoqlar. Bemalol murojaat etib, ofitsiant nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat etib kelaverasizlar. Xohlasangiz dastlabki yo'llar ham bor. Dastlabki yo'llar bilan beraveradi. Kola fantalar menimcha bundan arzon yo'q. Adresimizni aytib o'tamiz. Xonqadan kelaverish o'rtoqlar. Xonqadan kelaverish. Bu yon tarafi Sapxod Al-Xarazmiga ketaverish yo'l ustida o'ng yon tarafda joylashgan o'rtoqlar Bek Market. Bek Marketda kutib qolamiz o'rtoqlar.